Assalomu alaykum, efirda xabarlar ma'lumot dasturi, studiyada Majina Ulug'bek qizi. Avval yangi yilning birinchi haftasida bo'lib o'tgan voqealarning anonslari bilan tanishib oling. O'sh shahrida yangi yillik dam olish kunlarida bemorlarning soni 15% ga ko'paygan. Jig'ilganlar, butoy travmalar, yana urishib to'qmoq degan. Atambayev elektr energiyasiga narxni arzonlatishni taklif qildi. Yangi yilning birinchi kunlaridayoq O'sh shahridan chiqqan chiqindilarning hajmi avvalgiga solishtirmali ko'paydi. 800-900 kub deganda tashlanib chiqarildi. Sog'liqni saqlash ministri Talantbek Batraliyev 7-yanvarda O'sh shahridagi va ayrim rayonlardagi shifoxonalarning ahvollari bilan tanishdi. Ministrlikning matbuot xizmati bildirganday, Batraliyev deyarli barcha kasalxonalar sanitar talablarga javob bermasligidan norozi bo'ldi. O'sha kabi kasalliklarni davolab, g'amxo'rlik qilishda tibbiyot qoidalari buzilayotganligini ta'kidlab, bunda kasalxona rahbarlarini aybladi. Sil bilan og'rigan bolalar davolanuvchi shahar shifoxonasida bo'lgan vaqtida ministr shifoxonadagi bir qator qonunbuzarliklarni aniqladi. Aniqrog'i, Talantbek Batraliyev kasalxona qaramog'idagi 11 gektar yer sobiq rahbarlar tomonidan sotilib, ijaraga berilib ketganini, so'nggi vaqtlarda bolalar kasalxonasining shahar silga qarshi kasalxona bilan birlashtirish bo'yicha noqonuniy faoliyatlar olib borilganligini aytdi. Ministr bunga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlab, Sog'liqni saqlash ministrligiga tegishli narsaning hammasi qaytarilishi kerakligini ta'kidladi. Talantbek Batraliyev shifoxonalardagi noqonuniy harakatlarga va antisanitariyaga yo'l bergan rahbarlar almashtirilishini ham bildirdi. O'zbekiston hududida joylashgan Barak eksklava aholisining mollari, teraklari O'sh oblastidagi Qorasuv rayoni hududiga yetkazildi. Bu haqda Favqulodda holatlar vazirligining matbuot xizmati bildirdi. Avvalroq e'lon qilinganday, Qirg'iz hukumati tomonidan Barak eksklaviga ajratilgan 20 tonna ko'mir, 4 tonna un va oziq-ovqatlar yuborilgan. Barak eksklava oxirgi yillarda Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi cheklovlar sabab qiyinchiliklarni boshdan o'tkazib kelmoqda. Bungacha eksklav aholisining mazkur yerdan ko'chirib chiqish to'g'risida murojaatlarni yozishgandan keyin hukumat ularga Qorasuv hududidan yer maydonlarini bo'lib bergan. Avval eksklav aholisi 7-8 chaqirim yo'l bosib rayon markazi bilan aloqa qilib kelsa, 2 yildan beri aholining bir qismi 300 chaqirim yo'l bosib kelib ketishadi. O'tgan yili eksklavdan ko'plagan oilalar ko'chib chiqib ketishdi. Qiyinchiliklarga qaramasdan ota uyda 20 dan oshiq oila yashab qolgan. O'sh shahrida yangi yillik dam olish kunlari kasalxonaga tushgan bemorlarning soni 15% ga o'sdi. Ularning asosiy qismini yo'l halokati yoki turli xil janjallar sabab siniq jarohat bo'limiga murojaat qilganlar tashkil qiladi. Belgilangan kunlarda yo'l halokatidan 3 kishi halok bo'ldi. Bundan tashqari dam olish kunlarida shahar hududida 100 dan ortiq jinoiy ish ro'yxatga olindi. Halokatlar ro'yxatidan yong'in voqealari ham o'rin oldi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yangi yilga qarata berilgan 7 kunlik dam olish O'sh shahrida tinch o'tdi deb bo'lmaydi. Sababi bu orada shaharda turli halokatlar ro'y berdi. Ular yo'l halokatlari, yong'inlar va bir qancha og'ir jinoyatlar. Statistikaga ko'ra, yangi yil bayrami kunlari yong'in ko'p ro'yxatga olinadi. Bunga asosan pirotexnikalardan foydalanish sabab bo'ladi. Mazkur yilda ham dam olish kunlari yong'insiz o'tmadi. 7 kun davomidagina 4 ta yong'in aniqlandi. Baxtga yarasha bu halokatdan hech kim vafot etmadi. Negizgi sabablar har qanday. Misoli, o'sha 4 qirsig'idan biri o'sha boyagi yo'l bo'yidagi yezgaratlar bor-ku, badallar o'shalar kuydi. Ikkinchi, uchinchi 4 qirsiqlar bo'lsa, yo'lning bo'yidagi mashina yukon yurib borayotgan mashina, anan Navoiy ko'chasida, Lenin ko'chasida kesilishinde turaq uy kuydi. Kecha tünüz Japalaga ayil hukumatine qarashdi, shu yerda ptitsa fabrika kuydi. Yangi yilning kelganiga sanoqli kun o'tib o'tmay yo'l halokatidan 3 kishi vafot etdi. Yana 28 nafari tanasidan turli jarohatlar oldi. Shahar hududida barchasi bo'lib dam olish kunlari 13 ta avtohalokat ro'yxatga olinib, yo'l qoidasini buzganliklari uchun turli ma'muriy choralar qo'llanildi. Protokollar hozirgi mezgilda
ар түрдүү ар эле баягы тартип бузуунун негизинде жазылып атат. Айтып кетсем эми баягы айдоочулук күбөлүгү жок малда айдап жүргөн үчүн, мас акыбалда башкаргандыгы үчүн, карама каршы багыттарга чыккандыгы, светофорго баш ийбегендиги үчүн жазылып атат. Kasalxonalarda bemorlarning murojaatlari avvalgi kunlarga nisbatan bir qancha o'sgan. Shahar shifoxonasining 45 o'ringa mo'ljallangan neyrotraumatologiya bo'limida hozirgi kunda umuman bo'sh o'rin yo'q. Sababi bemorlarning soni avvalgiga nisbatan 15% ga o'sgan. 7 kun ichida 40 nafar atrofidagi bemor davolanib chiqqan. Mezine doğup ketken oğrular kayırılat, jana omurtqa bel oğrular menen jana oşolordun travmalары менен кайрылат. Көбүнчө бизге кайрылгандар жол кырсыгына кабылгандар, кээ бирлери жыгылгандар, бутовой травмалар, жана урушуп токмок жеген жарандарды баардыгын кабыл алабыз. Ошолордун ичинен 3 ушул күндөрдүн ичинде операция болду. Barcha yangi yillik dam olish, bayramona marosimlar bilan band bo'lganda odamni qo'rqitadigan jinoyatlar ham bo'lmay qolmadi. Shu kunlarda ro'yxatga olingan jinoyat O'sh oblasti bo'yicha 130 ni atrofida bo'lsa, shaharning o'zidagina 100 dan ortdi. Biroq buning 30 ga yaqini hali aniqlanmagan. Негизинен O'sh жана O'sh облусу боюнча оор кылмыштар катталган жок, бирок алардын арасынан 4 зорлуктоо фактысы катталды. Өзгөн районунда, Араванда, андан сырткары 2 факты O'sh шаарында катталды. Негизинен бул фактылар боюнча кылмыш жаза кодексинин 129-беренесинде иш козголуп, алар иш убактылуу кармоочу жерде азыр отурат. Негизинен бул болуп өткөн кылмыштарда көбүнчө эле мас абалда болгондуктан бул факттар катталып жатат. Eng qizig'i 7 kun davomida qutqaruv xizmatiga bir martagina murojaat bo'lgan. U ham bo'lsa inson hayoti uchun qo'rqinchli emas. Ra'noy Nazarova, Nazgul Axunova, Aybek Ibragimov, Intimaq. Atambayev elektr energiyasining narxini arzonlatishni taklif qildi. Bu haqda Prezident Almazbek Atambayev davlatning energetika va sanoat ministri Qubonishbek Turdibayev bilan o'tin energetika kompleksini izga solish bo'yicha davlat agentligining rahbari Nurbek Elebayev bilan uchrashuvda bildirdi. Prezident apparatidan ma'lum qilishganday, Atambayev mazkur tarmoqning rahbarlariga iste'molchilar uchun elektr energiyasining tarifini arzonlatish bo'yicha imkoniyatlarni qarab chiqish bo'yicha vazifalar berdi. Bu vaqtgacha elektr energiyasining narxi qimmatlashiga norozi bo'lgan norinliklar 2 marotaba mitingga chiqishgan. Energetika va sanoat ministrligi esa elektrga bo'lgan narx arzonlanmasligini bildirdi. Hukumatning qaroriga ko'ra 2014-yilning 11-dekabrdan boshlab Qirg'izistonning barcha hududlarida 700 kWh elektr quvvatini foydalanganlar 70 tiyindan, undan oshganlar 205 tiyindan to'lashadi. Hukumat buni elektr energiya Qozog'istondan sotib olinayotganligi bilan asoslamoqda. Xitoy bilan Qirg'izistonning chegarasida pichoq bilan qurollangan 3 fuqaro qo'lga olindi. Davlat chegara xizmatidan ma'lum bo'lishicha, chegara buzuvchilar Xitoy Xalq Respublikasidan Qirg'izistonning hududiga o'tmoqchi bo'lishgan. Qo'lga olingan vaqtda fuqarolarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan. Ularning oldidan 6 pichoq, mahalliy xarita, 369 yuvan, oziq-ovqat va dorilar topilgan. Ular Xitoyning Sinzyan Uyg'ur avtonomiya rayonidagi Qizilsuv Qirg'iz avtonomiya okrugining yashovchilari ekanligi aniqlangan deb ma'lum qilishdi matbuot xizmatidan. Hozirgi vaqtda chegarachilar Ichki ishlar ministrligi, Milliy xavfsizlik davlat komiteti bilan birgalikda tezkor tergov ishlarini olib borishmoqda. Hududiy yangiliklarga qaytamiz. Davlatning janubida gaz berish 30-dekabrda boshlangani bilan O'sh shahriga to'liq yetgani yo'q. Hozirgi vaqtda Zangaro olov bilan 30 ming abonentgina ta'minlangan. Yana shuncha iste'molchiga gaz berilishi kerak. Zangaro olov to'liq yetmaganligining sababi turlicha. Bu haqda muxbirimiz batafsil xabar qiladi. Zinat Bokobekovaning quvonchi ichiga sig'mayapti. Bu xonadonga Zangori olov 1-yanvar kuni berilgan. Avval taomlarni elektr plita bilan tayyorlasa, endilikda gaz bilan pishirmoqda. Svetga qaraganda yaxshi-da qiyla, baldarisa kengir tamoq qilib. Suyunib qoldik, bardik eldi. El uchun yaxshi bo'lib o'tadi. O'zi 14-aprelda o'chganlar 9 oy, 9,5 oy deganda keldi. Hozir üzgültüksizle berilib o'tadi, yaxshi. Napor yaxshi, aybay, murunqiday. Aprel oyidag'iday. Shu elder barlar rahmat aytib o'tadi.
O'sh shahriga gaz 30-dekabrda berilgan bo'lsa, biroq shunga qaramay ba'zi hududlarga zangori olov yetib kelmagan. Sababi oddiy. Ko'p qavatli uylarda uy egalarining yo'qligi bir muammo bo'lsa, yer uylarda esa quvurlarning uzilgani sabab bo'lmoqda. 8 oydan buyon zangori olov yo'qligi bois gaz quvurlarida muammolar yaralgan. Hukumat gazning berilishi aniq emas deya e'lon qilganligi bois ba'zilar quvurlarining uzilganiga ham e'tibor bermagan. Bunday hududlarda ta'mir ishlari bitkazilib, so'ng gaz berila boshladi. Har kuni O'sh gaz ishxonasining xodimlari bir qancha hududlarda payvandlash va quvurlarni tayyorlash ishlarini amalga oshirishmoqda. Aslida mana shu urib ketgan yerlar ko'proq bo'lyapti. Utechka svarka yerlardan ko'p bo'lyapti. Aslida endi to'lka shu urib ketyapti mashinalar. Urib ketgan yerlardan borib qilyapmiz aslida ishda. Kuniga shu 4-5 da endi ulgurganimizcha qilyapmiz. Endi boshqa brigadalar ham bor, ular ham ulgurganicha ishlayapti. Yaxshi, endi ulguryapmiz, kuniga tugatyapmiz, shunaqa ishlarni hisobiga yetyapmiz. Hozirda zangori olov bilan O'sh shahrining 30 ming abonenti ta'minlandi. Yana qolgan yarim qismini ta'minlash kerak. Bu yo'nalishda tegishli mutaxassislar 4 guruhga bo'linib ish yurgizishmoqda. Birinchi guruh gaz quvurlarini tekshirsa, ikkinchi guruh uy egalari bor yo'qligini tekshiradi. Uchinchisi kamchiliklar yo'q holdagina gaz bersa, to'rtinchi guruh esa bajarilmay qolgan ishlarni, aniqroq aytganda aholidan tushgan shikoyatlarni ko'rib chiqish bilan band. HBK rayonidan boshlab gaz berib kelayapmiz. Biz 30dan beri gaz açtık. Akburanın oң жағы жана сол жағы деп açıp келдік еле. Akburanın оң жағын бүгінгі күнде 80% açıldı. Сол жағына өткөнүбүзгө 2 күн болды. Бүгінгі күнде Актилек микрорайонун, Кулатов микрорайонун, кечеден баштап Южный микрорайонду ушуларды жагып келатабыз. Ta'mirlash ishlarini shu kunlarda yakunlash rejalangan. Biroq vaqtida bitkazishlari uchun abonentlarning uylarida yo'qligi qiyinchilik tug'dirmoqda. Ra'noy Nazarova, Nazgul Axunova, Zair Abdukerimov, Intimaq. O'sh oblastining Qorasuv rayonida bolalar bog'chalari yo'q hududlarda xususiy uylar qishloq hukumati tomonidan ijaraga olinib, bolalar bog'chalari ochilmoqda. Bu haqda Qorasuv rayoni bilim berish bo'limidan xabar qilishdi. Hozirda 9 bola bog'cha mahalliy aholining xususiy uylarini ijaraga olib ishlatilmoqda. Sariqolot qishlog'ida Rustubobok bog'chasi, Yangiariq qishlog'ida Ayshola, Qizilorda qishlog'ida Jashqanat, Telman qishlog'ida Aydenek va boshqa 5 hududda shu kabi bolalar bog'chalari faoliyat olib bormoqda. Bu to'g'risida bolalarni muhofaza qilaylik xalqaro tashkilotidan 750 ming so'mlik moliyaviy yordam ko'rsatilgan. Shu bilan birga maktabgacha ta'lim tarbiyachilariga bir necha marotaba seminar treninglar uyushtirilgan. 2014-yilda Jalolobod oblastida 25 o'spirim o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda Azadqa Jalolobod oblast ichki ishlar boshqarmaligidan xabar qilishdi. Ma'lumotga ko'ra, o'tgan yilda oblast bo'yicha 25 o'spirim o'z joniga suiqasd qilgan. O'z joniga qasd qilgan bolalarning deyarli barchasi o'ziga to'q oila farzandlari. Hozirda ularning yaqinlari bilan suhbatlar o'tkazilib, sabablari aniqlanmoqda. 2013-yilda mazkur Jalolobod oblastida 27 o'spirim o'z joniga qasd qilgan. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha 2014-yilda Qirg'izistonda 540 dan ortiq kishi suitsidga borgan. Yangi yilning birinchi kunlaridayoq O'sh shahridan chiqqan chiqindilarning hajmi avvalgiga solishtirganda o'sdi. Bu haqda O'sh tozalik munitsipal ishxonasining xodimlari bildirishdi. Chiqindilar kuni-tun chiqarilganiga qaramay janubiy shahar ko'chalari axlatlardan to'liq tozalangani yo'q. O'sh shahri yangi yilni toza kutib oldimi? Bu haqda muxbirimiz xabar qiladi. Borbordiq ayan bir kunda bir necha ret. Bu joy kuniga bir necha bor tozalanganiga qaramay ariqdagi chiqindilar ko'rinmay qolib ketadi. Agar yog'ingarchilik bo'lsa, chiqindilar oqib chiqib maydonning ko'rkini buzishi mumkin. Yangi yilning kelganiga bir hafta bo'lganiga qaramay, O'sh shahrining markaziy maydonida hamon odam gavjum. Har birining qo'lida pista paketi yoki ichimlik idishi bor. Chiqindilarni ko'pchilik maxsus idishlarga emas, to'g'ri kelgan joyga tashlab ketishadi. Bu markaziy bozor. Yaxshi nazar solinsa, savdo shoxobchalariga nisbatan chiqindilar ko'proq ko'zga tashlanadi. Mevalarning po'choqlari, yelim idishlar, qog'ozlar va hokazolar oyoqqa ilinadi. Shunga qaramay bozorda savdo doimgiday bo'lmoqda. Bunalarni bizda o'ng'olsa biz yangi yilda, eski yilda ko'pincha ellarda qiyinchiliklar, bunday narsalar
palit narsalar qo'yib bulg'ab qo'yadi ellarga. Shularni tozalab qo'ysa, shaharimiz toza bo'ladi. Birinchidan odamlar o'zlari tozalikni saqlash kerak bo'lish kerak. Har kim anan keyin mынау ishlaganlarda yaxshilab ishlab tozalaylatishadi. Kechqurun kelib polshatda bo'ldik, biroq ahvol nima ham bor. Atilgan qog'ozlar nimalar jotdi. Har kuni O'sh shahridan 800 kubgacha chiqindilar olib chiqariladi. Biroq O'sh tozalik munitsipal ishxonasi xodimlarining aytishicha, avvalgi yillari chiqindilar hajmi oz bo'lgan. Endilikda esa bu ko'rsatkich bir qanchaga o'sgan. Ayniqsa yangi yilning ilk kunlari chiqindilarni chiqarish ishlari ancha og'irlashgan. Jo'nakay kundari bo'lsa, kunda 600-700 kub tegragida muz chiqarsak, bayram ertasi 1-2 yanvar kunlari 800-900 kub tegragida tashlanib chiqarildi. Tozalik ishxonasining xizmatkorlari to'lig'imen 1-yanvardan boshlab yumushga chiqishdi. Bu O'sh shahri va Qorasuv rayonining ba'zi hududlaridan tushgan chiqindilar to'kiluvchi yagona maydon. Biroq bu joyga chiqindilar sig'may ketgan. Yil boshidan ahvol shu bo'lsa, yil o'rtasiga kelib to'lib toshib ketishi ehtimol. Ranoy Nazar va Adina Do'sumbetova, Azam Buzrikov, Intimaq. Issiq ob-havodan keyin 9-16 yanvarda mamlakat hududida qor yog'ishi kutilmoqda. Qirg'iz gidromet markazining ma'lumotiga ko'ra, ertaga havo harorati biroz pastlab, 16 yanvargacha qor yog'ishi mumkin. Bugun havoning harorati 13 gradus bo'lib, qish mavsumining eng iliq kuni bo'ldi. Hozir esa hamkasbim Umida Mirzabayeva sizlarni xalqaro yangiliklar bilan tanishtiradi. So'nggi 1,5 yilda AQSh boshchiligidagi antiterror koalitsiya Iroq bilan Suriyada Islom davlati jangari guruhining 3000 dan oshiq obyektini yo'q qildi. Pentagonning vakili Steve Warrenning ta'kidlashicha, terrorchilarning bostirib kirishi to'xtatilib, hozir Islom davlati himoyaga o'tdi. Xitoy Lotin Amerikasidagi o'z ta'sirini kuchaytirishga harakat qilmoqda. Pekin bu hududga 2020-yilgacha 250 milliard dollar sarmoya solishini ochiqladi. Bundan tashqari Lotin Amerikasi bilan savdo ko'lamini 2 barobarga ko'paytirishga harakat qilayotganini Xitoy lideri Si Szinpin bildirdi. Hozirda Las Vegasda elektronika vositalarining xalqaro ko'rgazmasi o'tmoqda. Bu kabi aqlli uylardan boshlab uchuvchi jihozlar, tana haroratini me'yorlashtiruvchi maxsus kiyimlarni ko'rish mumkin. Kelganlarning e'tiborini haydovchisiz yurgan aqlli mashinalar tortmoqda. O'zi boshqarilayotgan mashinaga borayotgan manzilni ko'rsatib qo'yishgina yetarli. Antiqa jihozlangan bu kabi mashinalarni Mercedes, BMW, Audi, Lexus va Volkswagen kompaniyalari taklif qilinmoqda. Mutaxassislar aqlli mashinalar yaqin 10 yilda ommaviy foydalanishga o'tishini ta'kidlashmoqda. Fransiyada Charlie Hebdo satira jurnaliga hujum bo'lganlarni xotirlashmoqda. O'lka hududida davlat bayrog'i 3 kunga tushirildi. Eslatib o'tsak, redaksiyaga hujumdan 12 nafar kishi halok bo'ldi. Jurnalga bungacha ham Muhammad payg'ambar va islom mavzusida e'lon qilingan karikaturadan keyin hujumlar bo'lgan. Noodatiy uyqu kasalligi bilan og'rigan 4 nafar kishi olis Kalachik qishlog'idan Qozog'istonning poytaxtiga tekshiruvga olib kelindi. 2013-yil mart oyida shimoldagi Akmola hududidagi Kalachik qishlog'ining o'nlagan aholisi uyqu bosib, hamma narsani unutib, ko'ziga turli narsalar ko'rinayotganidan shikoyat qilishgan. Undan beri mahalliy shifokorlar bu noodatiy kasallikning sababini aniqlashgani yo'q. 700 ga yaqin aholi istiqomat qilayotgan qishloqda bu kasallikni Sovet davrida foydalanib, keyin qarovsiz qolgan uran shaxtalariga bog'lamoqda. Litvada Rossiyaning RTR Planeta, NTV Mir Litva va Ren TV Baltiya telekanallari millatlararo kelishmovchilikni, urushni avj oldirish, jurnalistika etikani buzishda ayblab chiqdi. Asosiy sabab qatori Ukrainadagi vaziyatni targ'ib qilishda bir tomonlama ma'lumot berilgani ta'kidlandi. Qirg'izistonda 2015-yilning 1-yanvardan 7-yanvargacha dam olish kuni deb e'lon qilingan. Belgilangan 7 kunlik dam olish vaqtida har kim har qanday o'tkazdi. Masalan, kimdir toqqa chiqib sirpanch o'quvchi dam olsa, yana kimdir shunchaki uyda yaqinlari bilan birga bo'ldi. Shahar aholisi 7 kunlik dam olishni qanday o'tkazgani haqida muxbirimiz batafsil bayon qiladi.
Sardalovlarning oilasi yangi yilni esda qolarlik o'tkazgan. Nabira va farzandlari bilan 2015-yilni ajoyib dasturxon atrofida kutib olishdi. Oila bekasida turli xil taom tayyorlasa, oila boshlig'i nabiralari bilan birgalikda xonadonni bezatib, yangi yilga tayyorlanishgan. Dam olish kunlari esa nabiralari rasm chizib yoki kompyuter o'ynab o'tirsa, oila kattalari o'z ishlari bilan shug'ullandi. Lekin yangi yillik oqshom hali ham ularning yodida. Salatdan bir 4 türünden tarayladı okşaydı. 2 gün salat tarayladı. Anan gideter 3 gün aldın cenagı halades dep koydu eken şeyde kap gelip haladesler tarayladı. Onu da özünce uzorları menen bir idişlerge koyup anan şu жаңы жылдын nemesinde urmatına жаңы жылдын жақсы күтөлü деген niyetmenen жақшылар nerselerde taraylab, жақшылар nerselerde ötürdük. Dam olishni ko'ngilli o'tkazish uchun o'z shaharda bir qancha joylar bor. Ularning biri paintball. Bu shaharga yangi kelgan sport o'yinlarining biri. Bu yerga kelgan xaridorlar maxsus kiyimlarni kiyib, qo'liga qurol olib, raqibi bilan o'q otish orqali mag'lub qilish uchun kurashadi. Bunday o'yinlarga qiziqqanlarning soni kundan kunga ko'paymoqda. Alar o'zlari jo'ralar, o'sha do'stlar, o'qchi bolalar kelib o'ynab ketishadi. Alarda shu bir-birini aytib do'stlar bilan kelib ketishadi. Shahardagi bu oromgohda barcha attraksionlar o'z xaridorlariga xizmat ko'rsatmoqda. Oromgohda qish kunlarida toza havodan nafas olishni xohlaganlar ko'p kelishadi. 7 kunlik dam olish vaqtida asosan nabiralarni va farzandlarni saylattirish uchun olib kelganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Karusellerge çıktı kızıma, es aldırıp жүрөм kızım parkın içinde. Es alımız жақсы өтеді. Şu Oş'ta şunda жерimiz бар екен, başka жер жоқ. Şu жерге каникулда алып келip жақсы es alımını өткізіп аласыз. Shahardagi muz maydonchasida dam olishga kelganlarning ko'pchiligini maktab o'quvchilari tashkil qiladi. Ularning biri Dariqa va Diana ham muz o'yinlarini juda ham yaxshi ko'rishadi. Shu sabab dam olish kunlarining asosiy qismini shu joyda o'tkazishmoqda. Maktabda o'qiganda vaqt jetpeydi, naqa o'yinga o'ynagani. Hozir kanikul uchun ko'p vaqt bor, shuning uchun o'ynab bu yoqda es olamiz. Bu yoqda har kuni nima jashnaqa bo'ladi. Biz kechga bu yoqda tevamiz. Yangi yillik dam olish vaqtida yoqimli musiqa, ovqat va turli ichimliklar bilan to'la bo'lgan ko'ngilochar joylar ham o'z xizmatlarini bajarishdi. Ba'zilar tungi klublarga borishsa, O'sh shahrida esa ayrim 10 ga yaqin kafe, restoranlarda xaridorlarning soni ozaymadi. Могу сказать, что в этом году мы не ощутили такого спада посещаемости, поэтому, слава богу, гостей у нас достаточно. Мы стараемся предоставлять им какие-то услуги, качественный сервис отдыха. Shahar shovqinidan charchagan fuqarolar esa qish mavsumining sovuqligiga qaramay tog'lardan maxsus dam olishga chiqishmoqda. Asosan sirpanchiq o'ynab, oila do'stlari bilan yoqimli atmosfera tashkil qilishdi. Bolalar qordan ayoz bobo qilishsa, kattalar chang'i uchish bilan mashg'ul. Har kim o'z xohishiga loyiq dam olish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Bu va boshqa ma'lumotlarni www.intimaq.kg saytidan va 106 FM to'lqinlarida tranzit axborot dasturidan olishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Qirg'iz gidrometdan olingan ma'lumotga ko'ra 9-yanvarda havoning harorati Botken oblastida kechasi 3 daraja sovuqdan 2 daraja iliqqacha ko'tariladi, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 3 daraja sovuqdan 2 daraja iliqqacha ko'tariladi, kunduzi 3-8 daraja iliq. Jallobod oblastida ham kechasi 3 daraja sovuqdan 2 daraja iliqqacha ko'tariladi, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Norin oblastida kechasi 19-24, kunduzi 8-13 daraja sovuq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq. Issiqko'l oblastida kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Chuy oblastida kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 4-9 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga qor yog'ishi mumkin. Havoning harorati kechasi 1-3 daraja sovuq, kunduzi 6-8 daraja iliq. Shahrimiz O'shda ham ertaga kunduzi qor yog'ishi kutilmoqda. Havoning harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 6-8 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.